Assalomu alaykum do'stlar. O'tgan videoda hech qanaqa like obunasiz Minecraftda kuchayishni olamiz dedik. Endi o'tgan videoda ham Minecraftda qanday ulashishni, xohlagan Minecraftlarda ulashishni o'rgatuvdik. Ashuni ham kanaldan ko'rib bilib olasizlar. Endi biz kuchayishni boshlaymiz. Mana hozir ham o'rgatib o'tamiz. Mana Luboy Wi-Fi ga ikkalaylar bitta Wi-Fi ga ulanishinglar kerak. Bitta Wi-Fi ga ulanib oldik hozir biz. Endi men olam yarataman. U kiradi menga bosib. Friendlarda drugoyda paydo bo'ladi. Agar bitta Wi-Fi bo'lmasa, tochka bilan ham bemalol internet tochkaga ulangan dunyo yaratsa ulana olmaysizlar. Tochkani yaqqa dunyo yaratish kerak. Tochkaga ulangan dunyoga kirishi kerak. Bo'lmasa o'xshamaydi. Mana hozir biz ulanyapmiz mana. Men hozir olam yarataman. Va unga kiryapman hozir mana friendda paydo bo'ladi mana. Do'stlar, like va obuna qo'ying, podpishka. To'g'rimi? Ana paydo bo'ldi, ko'ryapsizlarmi mana? 67 mana xuddi mana shunaqa paydo bo'ladi. Mashina bosasizlar. Proketga bosib, sanselni bosmasdan kutamiz. Kanalni bosmasdan kutib turasizlar. Kanalni bossanglar chiqib ketadi. Va biz skinimiz dahshat qo'yganmiz. Video davomida ko'rsatamiz. Mana hozir ko'rasizlar, mana skin dahshat. Qaranglar. Mana qo'lini ko'ringlar. O'zini videodagi qo'lini ko'ringlar-da. Mana hozir menda kirdi mana. Qara mana. Qimillayapman mana. O'ynab beraman obunachilar uchun. Yuppi. Ha mana o'tirib chiqyapman. Endi Ravshan daraxt chopadi. Men konga tushib kelaman. Minecraftda yana bir narsani unutibmiz. Artifact kanaliga obuna bo'linglar. U qishloqi bilan juda ham zo'r videolar chiqaradi. Biz uni reklama qilyapmiz. Artifact hozirda 2 millionga yaqin obunachisi bor. Artifactga va Baxus kanaliga ham obuna bo'linglar. To'g'ri. Ular kuchayish uchun harakat qilyapti. Artifactni 10 million bo'lish uchun yordam beraylik. Va bizning kanalimizga reklama qiladi. Mana kirdi. Tarus obuna bo'lib ketinglar. Keyingi videoda biz Brawl Stars haqida olamiz. Brawl Stars. Keyin Roblox. Xullas kommentda qaysi o'yinni yozib ketsanglar, shuni o'ynab ko'ramiz. Va FIFAda ham eski akkauntga qaytishda aytib beraman men sizlarga. Shunaqa hozir qancha o'chirib tortsanglar ham, qancha o'chirib tortsanglar ham skinda Craftsman nomi nima edi? Craftsman Minecraft 2026 da o'ynaylar. Uzr chiqib ketdi, lekin men o'yin yaratuvchisiman-ku, menda reklamadan asha esimizda yo'q. O'yin yaratuvchisi o'yindan chiqib ketsa, hech narsa ishlamaydi. Keyin ham kirgan o'sha o'yin yaratuvchisini worldiga kirgan odam, xullas o'yinchi, masalan, do'stlari shunaqa chiqib ketadi. Uzr, biz kuchay olmadik. Biz endi admin abuz prime onamda qilamiz. Kreativda, cheksizlikda o'ynaymiz. Bu o'yinni sinab ko'rish uchun. Hozir men cheksizlikka world yarataman. Hozir Ravshan unga bosib kiradi. Bu prime bu. Skinini ko'rsat. Bolalar, mana skin, mana ko'ryapsizlarmi? Mana skinni yana bitta mana yasashi, mana ikkinchi skini dahshat. Mana skini undan ham yaxshi. Mana skinni body u soch ko'zda style'lar mana. Masalan, masalan kiyimlar mana 6-7 kallar.
Xullas, любой analarni yasasanglar bo'ladi. Keyin qiliqlar ham bor buning ichida. Mana ham bodyda bu tana qismlari, harakatlar hamma yo'q. To'g'ri aytding. Mana shunaqa qilib yasasanglar bo'ladi. Uzr. Hozir biz endi kreativda world yaratamiz. Rasha menga bosib kiradi. To'g'ri yapi. Voy, mo'brashga menga qarayapti bu. O, sandiq topdi. O, supurgi ham bor ekan. Supurgi bo'lmasinmi, Rasha? Rahmat. To'g'ri. Bola Yaratyapman bola. Endi Rasha menga bosib kiradi hozir. Xuddi Robloxda qolsin. Rosa. Hattoki 5 ta odam ham ulansa bo'ladi. Faqat 5 ta odam bitta Wi-Fi ga ulanish kerak. Bo'ldi. Ana, paydo bo'ldi, ko'rdinglar? Bitta Wi-Fi kerak xolos. Точка и bitta Wi-Fi. Ha, yo bitta Wi-Fi, yo bitta точка. Любой Minecraft. Любой Minecraft. Loading, please yaptı. Please yo'q. S. Dish. Do'stlar, biz mana oshnam bitta jinniroq. Aldayapti. Biz Gullar vodiysida paydo bo'lib, biz omad qara. Qishloqmi? Mana yoqqa qara. Voy, onaning ichida sandiq bor. To'xta. 3. Voy, Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. Rasha, sandiq. Bu sandiqning ichida zumradlar bor ekan. Rasha, qansa? 3. Qansa? voy, havo sharmi? Tepada nima bor? Yur ket, Rasha. Tepada nima bor? Maytlar nima bor? Rahmatlar, mo nima? Qaysi? Voy, qani? Qanday qilib yasashgan buni? Do'stlar, qanday yangi buzilgan portal topdim, Rasha. Ichida mis bilan bitta narsa bor ekan, Rasha. Bitta qanaqa qilib chiqish kerak endi? Rasha, Ha? mana bitta g'alati narsa topdim. Ichida temir, magma, netherite ham bor ekan. Uzr, do'stlar mana shunaqa chiqib ketib qoladi bizda. Sizlar telefoningizdan. Bu o'yinda menimcha sher ham bor. Web o'yindasan. To'g'ri. QR kodni skanerla. O'ynagan menimcha, bilmayman. O'ynaganman. Ha, Sher ham bor. Ana, arslon nima edi? Tiger. Nomi nima edi? Yo'lbars ham bor. Endi invitlarni tekshirib ko'ramiz. Ukol bor ekan bu o'yinda. Do'stlar, qaranglar, sizlar ham tortinglar. Rasmini ham ko'rsatamiz videoda. O'yindasan. QR kodni skanerla. Ukol? Qani? Ukol hozir left bosib kirma. Hay, ukol men chiqib ketib qoldim. Voylar. Do'stlar, hozir biz yana video qo'yamiz. Bu safar nima haqida? Nebula Strike, Counter Strike. Brawl Stars deyman-a. Robloxdagi Standoff 2da. Bilasizlarmi? Nebula Block Strike. Hop. Necha minut olishdi? Do'stlar, ko'rib oldinglar va xayr.